Hikoya İyana. Avtori Farhod Kozim. Nazarjonning ota-onasi Urumchiga bilim oshirishga ketdi. Shuningdan boshlab u yezda bovu momisining yanında turibdi. Bovisi Saparaxon uningga cho'chak, tepishmoq aytib berib zeriktirmaydi. Ba'zida Nazarjon bovay bilan momayning gapiga kirmaydi. Qimma degan ishni qiladi. Momay ko'rik bo'lgan oq mikyonga ambar uyning bulungiga uvu yasab 20 tuxum besib berdi. Nazarjon bovisi har qatim yem, suv akirpaganda qo'liga bir tal chiviqni ilib mikyonga sanjitdi. Mikyonning paylarini hurishi uningga o'yin bo'lgan edi. Bovisi xafa bo'ladi. Balam, onda qilma. Cho'chi chiqmiz qanday qilasan? Desa Nazarjon. Nimishqa cho'chi chiqmaydi deysan? Cho'chilar chiviqdan qo'rqib, tugilib yetib ya? Deb so'rab turib oladi. Bir kuni Nazarjon do'stlari bilan tol chiviqlarini atqilib choptirib, herib hoyliga kirganda oq mikyon 10 seriq tuklik cho'jilarni agashtirib, chuk-chuk qilishqinicha dallab yuradi. Nazarjon bir-biridan chiroyli umoq cho'jilarga havaslanib, birini tutmoqchi bo'ldi. Mikyon paylarini hurrib, uningga etilib kelib tepdi. Nazarjonning qo'li yorilinib, qon chiqib ketdi. U qo'qqundan unining barcha vaqirab, yig'lig'inicha qochdi. Mikyon qo'g'ildi. Angacha Sapar bovay yugurib kelib, uni ko'tarib oldi. Cho'jilarni qo'rqitish, Mikyonning xafa qilish Nazarjonning o'yini bo'ldi. Sapar bovay o'g'il bola-da, sho'xlik qiladi deb, uning qiliqlaridan ichida suyunib, teshida bo'lsa xafa bo'lib tanqidlaydi. Balam, cho'chilarga kunda don be, suv be. Ular cho'ng bo'lib sana tuxum tug'ib berdi. Tuxumni nim qilman? Yeysan, Yap nim qilman? kushki to'lasan. Kushki to'lib nima qilaman? Bizni boqsan-da. Nazarjon momisi aytib bergan qo'shoqlarni to'rab, shundoq savol-javob o'yini qilib oladi. Bovu momisi uning bu tatliq so'zlaridan suyunib ketadi. Cho'jilarning seriq tuklari to'kilib, pay chiqishga boshladi. Ular yiroqroq ketgan bo'lsa, Nazarjon "Tü" deb chaqirsa, ba'zilari qanotlarini kerib, kaptardek uchish uchun tamshilib, yugurib keladi. Ujmilar pishib to'kma bo'lganda, u kunda bovisi o'rib bergan qo'shmushdak chugiligiga ujmi terib kelib cho'jilarga beradi. Uning kunlari xushal o'tmoqda edi. Mana u bovisining kichikkina bog'ining ikki kigizining o'rinchilik yerini yumshatayotganligini ko'rib, yordamlashishga keldi. Buva, nim qilyapsan? Yer og'diryapman. Yer og'dirib nima qilasan? Savza, chamg'ur teriyman. Uni nima qilamiz? Momang osh etidi. Oshni nim qilamiz? Ishchimiz Ishsak nim bo'ldi? tanga kuch to'ladi. Kuchni to'plab nim qilamiz? Mana mundaq yerni og'diramiz. Nazarjon bovisi bilan ana shundoq o'ynab kulib, kunlarini xushal o'tkazmoqda edi. Ular terigan basay, chamg'ur, lobo, savzilar 3 kunda unib chiqdi. 10 kunda yer betini yopdi. Basaylar yugudak bo'lganda momisi shalang'itib ushshaq to'g'rab, kepakka milab cho'jilarga berdi. Momay qo'shnilarga bir vaqtdan tamoq atgudak say yulib, Nazarjondan kirgizmoqchi bo'lgan edi. Nazarjon unimay turib oldi. Momisi: Balam, qo'lim qo'shni degan shundoq bir-biriga hamsal bo'lishi kerak. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning yaxshi degan gap beka aytilmagan. O'zing akirpa. O'tganda Mehmet dadanglar o'rik akirganda kim yedi? Men yedim. Bu Saram apanglar qo'g'in akirganda kim yedi? Men yedim. G'ayrat akang bozordan samsa akab berganda kim yedi? Men yedim. Nazarjon gap qilmayli mangdi. Nazarjonning hammilari pat-pat kep turadi. Ular Nazarjonning qiliqlaridan suyunib, kulib ketadi. Uning mushundaq tatlı qiliqlari bovay bilan momayni xush qiladi.
Xulum xoşlanamı onunğa amraq idi. İşki aldırını ötkende onundan onu bunu soraydı. Bəziləri onunğa "Atan bilan apang seni taşlayıtıptı, əmdi seni ağlı kelmeydi" dep çaqçaq qılıp, xapı qıpmı qoyatdı. Ata-anası yazlıq tətildə keldi. Şəhərge ep ketimiz degende o onumay turulub, ata-anası ming təsti onu şəhərge akirib ketdi. Nazarjon necha kun turibla zerikib, şəhərge kirgan bovisiga agishib qaytib keldi. Kuz kelishi bilan ata-anası o'qishga yana ketdi. Nazarjon yezdagi boshlang'ich maktabga kirdi. Bovisi bilan momisi uni mahallaning chetigacha uzitib chiqatdi. Nazarjonning cho'jilari bo'y tortib, qanot quyrug'i yetildi. Cho'ji xo'rozlar chillig'ili navaq. U maktabdan kelib, cho'ji xo'rozlarning chillishini do'rabmi qo'yatdi. Kunda saharda, kashda to'g'illarga don, suv berishni davomlashtirdi. Oltin kuz ularning beg'ini texmi chiroyli qilib etgan edi. Nazarjon maktabdan kelib, bog'dagi tilni yog'udak tatliq nashput, uzum, anarlarni uzib yetdi. Atyozdagi seriq tuk cho'jilarning cho'ng to'xi bo'lib qolganligiga hayron qilib, ularga zo'xlanib qarab, kunda o'rgangan darslarini o'llik yodlaydi. Nazarjon kunda saharda to'xilarga don, ilmon suv berishni davom qildi. Obdan beqilgan mehmonlar tug'ishga boshildi. U maktabdan kelibla momisi tayyorlab bergan kichik chugulikka samonliqdan, o'tinxondan, o'qir ostidan tuxum terib chiqatdi. U tuxumni yiqqan cho'ng sevat to'shay deganda, momisi qo'shnilarga 4-5 dan tuxum kirgizman desa, xushalliq bilan ep mang'atdi. Nazarjon ho'yildi mangsimi o'g'loqdek taxlab mang'atdi. Momisi Balam, taxlamaymang, yiqilib ketasan. Hasangni ba, hastayınıp mangay. Bazar kuni sahardila o tuxumlarni sanashga başladı. Bovisi uning bir ishni ko'ngliga pukvatganligini o'ylab so'radi. Nima qilyapsan, bolam? Tuxum sanavatman. Tuxumni sanab nima qilasan? 30 bo'lganda sotman. Tuxum setib nima qilasan? Savoqdishim kasal bo'lib qopti. Berman. Aslida uning savoqdishi Ehson oqqan kesili bilan doktorxonada yetib qolgan edi. U tuxum sotgan pulini suyimlik savoqdishiga iyona qilmoqchi bo'lganligini aytdi. Bovisi uning peshonasiga suyib turib, Yaraysan, bolam. Odam bilan odam bo'ladi. Paxta pulidan menmo 100 yuan beray. Qo'shib yo'llab ber, dedi. Momisi uni bag'riga besib, Aqlliq balam, yaraysan. deb peshonasiga so'ydi.